Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Malayziyadagi eng kuchli universitetlardan biri Xiamen Universitetiga tashrif buyuramiz. Eng qizig'i, bu sayohatni shu yerda o'qiyotgan talabamiz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Universitetni boshidan oxirigacha qanday bo'lsa shunday ko'rsatamiz. Darvozadan boshlab auditoriyalargacha, sport zallari, stadionlar, kutubxona, yotoqxonalar, hammasini ko'rsatamiz. Yo'l-yo'lakay talabamizga sizlarni qiziqtiradigan savollarni ham beramiz. O'qish qanday, yashash qanaqa, xarajatlari qancha, ishlash mumkinmi va bu yerda talabalik hayoti aslida o'zi qanday? Agar Malayziyada o'qishni o'ylayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Qani biz esa boshladik. Xiamen universitetiga keldim. Ichkariga tur uchun kirmoqchi edim. Hatto o'zimni ham qo'yishmadi. Chunki ichkaridan tasdiqlash kerak ekan. Juda ham xavfsiz. Chunki to'liq nazorat ostida. Studentlardan boshqa hech kimni kiritishmaydi. Studentlar, ustozlar va rahbariyatni roziligi bilan begonalarni kiritish mumkin. Dunyoning eng ajoyib universitetlaridan biri. Ko'rsa ranking bo'yicha 341-o'rinda turibdi. Shu universitet namzorini qilamiz qisqagina. Malayziyada o'qishni reja qilayotgan musulmon davlatida shunaqa dunyoning top 1000 341-o'rinda turadigan, aniqrog'i top 341-o'rinda turadigan ajoyib universitetini hozir bu yerda o'qiydigan talabamiz Nodirbek bilan sekin qisqachagina kerakli ma'lumotlar bilan hovlisini obzor qilamiz. Yetib kelishim ozgina kechroq bo'ldi. Nodirbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Qalay endi o'qishlaringiz? Xudo xolasa yaxshi. Bizga universitetni tanishtirasizmi? Nasib bo'lsa. Birinchi kursni o'sha tamomladingiz, a? Foundation dasturida. Kanikuliga chiqasizmi? Albatta. Uyga ketasizmi yo qolasizmi? Endi rejalar o'zgarishiga qarab ko'raveramiz deb yog'on. Zo'r. Lekin bar kanikuliga chiqib dam olib kelish niyatingiz bor. Nasib bo'lsa. Ketdikmi unda? Mayli. Biz ham охраningizni kiritadimi? Universitetingiz mana shu hovlisi yoqdi. Shuncha katta territoriya, yashil zona, haqiqatan boyagi kinoda ko'radigan universitetlarimni o'zim orzu qilgan universitetlarimdan ekan. Rostini aytaman. Endi qisqacha o'z haqingizda gapiring. Kimsiz, qayerdansiz, qanaqa kelib qoldingiz bu yoqqa? O'shalarni bitta gaplashsak, o'zimman Malayziyada o'qimoqchi bo'lgan, Malayziyada o'qish xohlaydigan kuzatuvchilarga, yoshlarga bir manfaatli suhbat qilgan bo'lardik. Meni ismim Nodirbek. Samarqand viloyatida tug'ilganman. 2007-yilda. Boshdanoq chet elda o'qish niyatim bo'lgan. Keyin Malayziyani tanladim. IELTS'larim 6. Keyin maktab baholarim 4.9 GPA. Zo'r chiqqan ekan. 5likdan. Zo'r. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'qiyapsiz bu yerda? Hozir business studies. Ikkinchi kursdan o'zi ikkita yo'nalishga bo'linadi. Agar iqtisod yo'nalishi bo'lsa, communication, keyin business. Biz biznes tanladik, o'sha biznes yo'nalishi bo'yicha. Zo'r. Malayziyaga kelguncha qanaqa qiyinchiliklardan o'tdingiz va kelgandan keyin qanaqa qiyinchiliklardan o'tdingiz? Malayziyaga kelishga qiyinchilik bo'lmadi, rostini aytadigan bo'lsam. Chunki konsalting yordam berdi, ancha hamma ishlarni yengillashtirib. Vizadan ham xavotir olayotgandim. Ular aytishdiki, vizadan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa chiqadi deb. Universitetingiz ham zo'r. Universitet ham yaxshi. Bu yerga kelganimdan keyin cultural shock bo'ldi ozroq. Avvalo mana yo'llar o'ng tarafda ekan, keyin ovqatlarim birozgina achchiq. Angliya bilan bog'liq hamma davlatlarda mustamlakasi bo'lgan. Trafiki hammasi shunaqa teskari. Bizda haydovchilar chap tomonda o'tirsa, bularda o'ng tomonda o'tiradi. O'sha tomon, yo'li ham noto'g'ri. Shu. Noto'g'ri emas, bilan o'ziga to'g'ri. Shunaqa. Qancha vaqt davom ettirdi mana shu culture shock? Boshda 2 oycha, 2 oydan ziyodroq. Keyin hammasi o'zi ko'nikib ketdim o'rtoqlarim bilan birga. Zo'r. Mana hozir qaradim, e'tibor berdim. Juda har xil millat bor ekan bu yoqda. Arabni ham ko'rdim, Xitoyni ham ko'rdim. Bilmayman qaysi millatligini men yaxshi ko'radigan jihati mana shuda. Malayziya. Sizlarga eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman, hozir mana shomga azon chaqirilyapti. Masjid mana bu yerda yaqinda, unchalik ham uzoq emas, universitetdan. 5 minutlik, 10 minutlik yo'l. Zo'r ekan. Juda ham zo'r. Chet ellik do'stlaringiz bormi? Ha, bor. Ko'proq Chinese o'rtoqlarim bor. Ya'ni xitoylik o'rtoqlar. Tilga qanaqa harakat qilyapsiz? Xitoy tilini o'rganishga harakati yo'qmi?
Yo'q. O'zi bu yoqda o'rgatmaydimi, mabodo qo'shimchaga? O'zingiz xohlasangiz menimcha o'rgansa bo'lsa kerak, lekin xitoy tili ozroqgina murakkablik qiladi menimcha. Bu yerda chunki o'qishlardan ham ortmaysizda. O'qishlar qiyinmi? O'qishlar murakkab ha. O'qiy olmaydigan bolalar ham bo'ladimi? Ha, ko'pchilik bironta fandan fail bo'lsa yoki kurs baholari, kreditlari to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, o'qish tashlab 4-semestrga qolmasdan O'zbekistonga qaytib ketadiganlar ham bo'ladi. Qaytganlar ham bor, ha? Ha, bor. Demak, siz yaxshi o'qirgansizda. Yo'q, unaqa deb bo'lmaydi. Qo'ldan kelgancha. Zo'r. Endi menimcha o'qishdan boshqa qiladigan ishingiz ham yo'q bu yoqda. Yo'q, To'g'rimi? yo'q. Ha. Chunki Malayziya talabalarga ishlashga ruxsat bermaydi. To'g'rimi? Shunaqa. Onlayn ishlasa bo'ladi, lekin universitetda tekin Wi-Fi bor, общий. Hamma joyda yetadi. Hozir biz universitet qaysi qismiga qarab ketyapmiz? Hozir biz asosiy blokdamiz. Yuqorida 3 qavat kutubxona bor. Mana shu tepamizda kutubxona bor, lekin bugun yopiq. Yo'q, bugun yo'q. Bugun bayram bo'lgani uchun 5 dan keyin yopilgan. Bular hammasi studentlar uchun yotoqxonalar. Tashqarida yotish shart emas. 3-4 qavatli bino nima bu o'rtadagi? Eng birinchi qavati bu exam hall, ya'ni asosiy joy imtihonlar o'tadi. Keyingi 2 qavati bu kafeteriya, ya'ni universitetda o'quvchilar o'sha yerdan ovqatlanadi. Bu binolar nima? Bu binolar hammasi o'quvchilar uchun yotoqxonalar. Bundan tashqari bu tarafda 4 ta yana kichikroq 5 qavatli binolar bor. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ta bular. 8 ta mana shunaqa 16 talabalarning qavatli. yotoqxonasi bor ekanmi? Ularni bir qo'shni mahallani domi deb o'yladim. Qarang, universitet hududida shunaqa kattagina ko'l bor ekan. Ko'l. Baliqlar ham bor. Universitetning ichki hududi. Bu tarafda to'g'ringizda konsert shunaqa narsalar bo'ladi. Tadbirlar bo'ladigan joy bu. Bular yotoqxonalar. Siz yotoqxonangiz qaysida? Bu 4 dan keyingisi meniki LV8. 4 orqasidami? Ha, orqasida. Har bitta yotoqxonada alohida qo'riqchilar bormi shunda? Ha, har bitta asosiy binoga 2 tadan qo'riqchi qo'yadi. O'zi bu yoqda mana shu ko'rayotganlarimiz, oldimizdan chiqayotganlar hammasi talabalar, ha? Talabalar emas. Talabalar juda ko'pi bilan ustozlar bo'lib qolishi mumkin. Begona odamlar umuman yo'q ekan, haqiqatan Uzgarodok bu kiraverishda. Kirishda ham ID so'rab, shubhalansa ID so'raydi, student ID yoki shunga o'xshash narsa. Hozir biz siz bilan qayerga ketyapmiz? Faqat mana ovoz eshitiladi. Zalga boramiz. Sport zalga. Sport zal ko'rar ekanmiz hozir. Bu nima mana bu joy? Bu ham shu ovqat yeydigan kafeteriya, 3 qavatli. O'zingiz plyusga sotib olasiz. Narx-navolar qanaqa? Narxlar deyarli Toshkent bilan bir xil Masalan, desam bo'ladi. bitta obed qilsangiz, mana shu yerda. Obed qilasizmi shu yerda? Ha. Obed qilsangiz necha pulga tushadi? $4, $5 ga tushadi. Malayziyaning eng yaxshi tomonlaridan mana shu. Ya'ni pulim yetmay qolyapti, qoladi deb talabalar ko'p stressga ham tushib qolmaydi. Shunaqa. Ya'ni o'sha Toshkentda uydagilar qancha pul berib tursa, bu yerda ham shuncha pul berib tursa, shunda ham eplasa yetadi. Yana nima tomonlari yaxshi universitetda? Universitet yaxshi tomonlari shu darsga qattiq e'tibor qaratadi. Aytganimdek, agar 60% dan qatnashish darajangiz past bo'ladigan bo'lsa, 50% kurs bahosini tushirib oladi D ko'rsatkichga. Daomadga juda kuchli qaraydi. Ha, onlayn tekshiriladi, ismlari bitta-bitta chaqiriladi darsda. Ozgina issiqroq ekan. Ha. Yo'q, issiq ham bu issiq emas o'zi. Dimroq, ozroq. Ha, atrof namgarchilik katta bo'lgani hisobiga. Chunki bu yoqda yomg'ir ko'p yog'adi. Yomg'ir kelishingizdan avval yog'di-yu. Yomg'ir tez yuvib turadi. Havosi toza ekan. Havosiga gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zimda nafas olishimda ya'ni allergiya borda, yo'qolib qoldi-da. Oldinlar bitta muzli suv ichsam ham bo'ldi, tamom. Yo'q, unaqa emas. Hozir tepaga chiqamiz. Biz qayerda namoz o'qib olsak bo'ladi? Biz 3-qavatga chiqamiz. Tepaga chiqsak namozxona bor, ha? Qizlar uchun alohida namozxona bor universitetda. Ayollar uchun alohida namozxona bor, ha? Bugun public holiday bo'lgani uchun yopiq. Lekin sizlarga to'liq foydalanishingiz imkoniyati bor. 3-qavatdan Xiamen universitetining ko'rinishi tillarim aylanmayapti. Bu demak ko'rganingiz yotoqxona. Bu esa asosiy kampus. Darslar bo'ladigan tomoni. Bu esa sport zal. Ikki tarafda.
Bu yoqda hozir gym bor ekan, bu yoqda. Bu yoqda ham Basseyn? shunaqa. Ha, u tomonda hammi. Faqat yengilroq mashqlar uchun. Yugurish. Zo'r. Va ko'rib turganingizdek, universitetda talabalar sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy sport zallari, suzish basseyni, tennis kortlari, futbol va basketbol maydonlari bir nechtalar. Hatto yugurish yo'laklari ham mavjud. Eng asosiysi, bularning barchasi Xiamen universitet talabalari uchun mutlaqo bepul. Qani endi menga ham yoshligimda kimdir shunaqa sharoitlarda o'qish mumkin deb maslahat bergandamidi? Shunaqa universitetlarda mazza qilib o'qib, sport bilan shug'ullanib, o'z ustimda ishlab, o'zimni rivojlantirib, talabalikni oltin davrini, oltinlarni yig'ib, kelajagi uchun sarmoya qilib, mazza qilib yashagan bo'lardim. Uzoq yo'ldan kelganim uchun ham shoshilib ovqatlanishni imkoniyatini qila olmadim va qornim juda ham ochib ketgandi. Shunda Nodirdan so'radim. Bu yerda halol ovqat topsa bo'ladimi? O'ylashimcha bu savol sizni ham qiziqtiradi. Bu yerda talabalar qanday joylarda ovqatlanishadi? Keling, hammasini birga ko'rib chiqamiz. Nodirbek bilan hozir universitet hududida joylashgan qozoq birodarlarni restoraniga kirdik. Ovqatlanish joyiga, restoran emas, lekin juda akkuratni ekan. Qolganiga qaraganda 42 ringitga osh, choy, non, bu narsalar olib tashladik. Mana. Kiyimlar va shu zo'r qilib qo'yishgan. Ko'ramiz qani qanaqa kelar ekan osh. Sog'inib ketdim, bir haftadan beri bu oshlarni. Ajoyib ekan, juda chiroyli ekan lekin, ha? Hozir mazasini ko'ramiz. Ozodbek bilan bugun bir dildan suhbat qilaylik, oshxo'rlik qilaylik. Biz Nodirbekning yotoqxonasiga kelyapmiz. Mana talabalar turar joyi. Mana liftdan chiqqaningizda xolodilnik. Sekin ochib ko'raylik. Bu umuman hammaga tegishli ekan. Bu mana muzlatib qo'yib. Qulflab ham qo'yishdi kerak o'zi. Mana hammaning o'z narsasi bor. Mikrovolnovka. Umumiy foydalanish. Filtr suv. Bo'lgan samokatlari bor ekan. Bu Xiamen University, mana yo'ldan o'tib shundan kelganda, bu joyda qator magazinlar ketgan. Bu yoqqa bir 500 metrcha uzoqlikda magazinlar ketgan, ha. Bu yoqda esa ovqatlanadigan joy, mana. Bu yoqda mazza qilib futbol ko'rsa bo'ladigan joy, mana. Suv olib, meva-chevalarni olib, o'rtoqlar bilan, ha. Zo'r ekan, lekin menga yoqdi Xiamen joylashgan joyi. Universitetdan shunday yo'lni bu yoq tomoniga o'tasiz. Qator magazinlar, ovqatlanadigan joylar, hatto Starbuckslar, hamma narsa bor. Bu Malayziyadagi Xiamen universitetining tungi ko'rinishi va sayohatimiz birinchi kun o'z nihoyasiga yetdi. Qolganini Xudo xolasa ertaga davom ettiramiz. Tong otish bilan universitet yaqinida joylashgan do'konlardagi narxlar bilan tanishish uchun ulardan biriga kirdim. U yerdagi narx-navolar o'zimizniki bilan deyarli bir xil ekan. Hatto ayrim mahsulotlar Toshkentdagidan ham arzonroq. Eng qiziqqan joyim faqat energetik yoki gazli ichimliklar emas, Malayziyaning tabiiy mevalaridan qilingan tabiiy soklar, har xil turdagi choylar ham bor ekan. Narxlari ham uncha qimmat emas. Demak, bu yerda talabalar oyiga unchalik katta xarajat qilishmas ekan. Endi esa do'kondan chiqib Nodirbekni oldiga qarab yo'l oldim. Malayziyaga keladigan talabalarni eng katta qiladigan xatolari nima? Xato demaymiz-ku, endi har bitta odamning istagi bo'ladi. Bu yerga kelganda ko'pchilik ishlab hech bo'lmaganda oilasiga yordam berish yoki o'z-o'zini qoplashga harakat qiladi. Lekin ko'pchilik holatlarda ish topish yoki o'qishdan tashqari ishlash qiyin bo'ladi yoki imkonsiz bo'ladi. Chunki deganda o'zi ish bormi bu yoqda? Ish topsa bo'ladi, lekin juda ham qiyin. Bundan tashqari bu yerda o'qishdan ham ortish va vaqt ajratish. O'qishdan vaqt ajratish qiyin. Chunki murakkab bo'lishi mumkin. Universitetda darslari talablari juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Zo'r. Shunaqa. O'shaning uchun agar siz o'qib ishlash niyatingiz bo'lsa, Malayziyani tavsiya bermayman. Xiamen University aynan faqat o'qimoqchi bo'lgan 4 yil, 3 yilini faqat o'qishga sarflaydigan yoshlar uchun, talabalar uchun.
Universitetni aylanar ekanman, xayolimga bir savol qayta kelaverdi. Shuncha imkoniyatni yaratgan inson kim? Javobni universitet muzeyidan topdim. Xiamen universiteti asoschisi Osiyoning mashhur xayriyachisi va yirik tadbirkori Tan Kah Ke ekan. Eshityapsizmi? Xayriyachi inson bo'lgan. 1921-yilda Xiamen universitetiga asos solgan va minglab yoshlarga ta'lim olish uchun stipendiyalar ajratgan, imkoniyat bergan. Bayramdan boshqa paytlari qanaqa bu yerda talaba ko'p bo'ladimi? Talaba deyarli juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa imtihonga yaqin, imtihonlar oldi o'tirishga deyarli joy topilmaydi. Xiamen universitetining birinchi etajida kutubxonaning oldida o'g'il bolalar uchun va bu yerda qiz bolalar uchun namozxonalar bor. Tahoratxona, namozxona ichkarida. Shunaqa kelsanglar namoz o'qish bo'yicha ham umuman hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Turgan binolar talabalar yotoqxonasi va uning yonida mana kutubxona, bolalar ilmiy ishlar bilan shug'ullanishyapti. Kutubxonani imkoniyatlari juda ko'p. Eng asosiylari kutubxona bir oygacha kitoblarni berish mumkin. Ya'ni siz olib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari ko'rib turganingizdek, bu yerdagi laptoplarga, noutbuklarga foydalanishingiz mumkin. Buni qarangki, ortimizda turgan bu yigit ham bizning hamyurtimiz ekan va u bilan ham qisqagina intervyu oldik. Hi brother. O'zbek ekan. Ha? O'zbekimiz. Hozir biz Xiamen universitetining kutubxonasida o'zbekistonlik hamyurtimizni ko'rib qoldik. Bular dars qilib o'tirgan ekanlar. Qalaysiz, siz? Alaykum assalom. Bu realniy uchrashuv, hech qanaqa uyushtirilmadi. Tasodifan bularni yonidan qarab, mana shu yigit o'zbekistonlik bizga dedim. Chunki o'z bilan bitta ajratsa bo'ladi. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingizni qisqacha tanishtiring. Ismim Muayatullo, Farg'onadanman. Xiamen universitetiga 2024-yil xalqaro biznes boshqaruvga o'qishga topshirganman. Hozir demak o'sha ikkinchi kurs tugatdingiz, a? Уже ikkinchi kursni tugatishda davridamiz. Ha. Qalay bu universitet yaxshimi? Universitet yaxshi, xitoyliklardagi asosan hamma sharoitlari bor o'qishga. Xohlagan payt kutubxonadan xohlagancha foydalansa bo'ladi. Undan tashqari sportlar ham bor. Har xil communitylar ham bor. Erkin. Umumiy holatda sizga yoqadi bu, a? Yoqadi. Universitetda yana qanaqa afzalliklari bor? Nima uchun siz O'zbekistondagi shuncha yaxshi universitetlarni tashlab, deylik, yoki boshqa davlatlardagi universitetga ketmasdan aynan bu universitetda o'qiyapsiz? Bu birinchi asosi networking. Ya'ni O'zbekistonda faqatgina o'zbek insonlar bilan bo'lishdan ko'ra, chet eldan har xil millatdan o'rtoqlar orttirganim afzal. Ikkinchisi, cheklanmagan resurslardan, imkoniyatlardan foydalanish. Masalan, har xil kitoblar, har xil yo'nalishlarga qiziqib bemalol o'rgansa bo'laveradi. Bundan tashqari ham o'qish davomida birgalikda sportni ham olib ketamiz. Bu nima deydi? Talabalar uchun juda ham sog'lom turmush tarziga rioya qilish uchun juda yaxshi. Menga shu tomonlama yoqadi. Hozir mana dars qilib o'tirganingizni ko'rdik-da. Hozir aynan agar sir bo'lmasa, nima mashg'ulot bilan shug'ullanyapsiz? Hozir mana ko'rsatingchi. hozir bizda matematikadan oraliq nazorati, shularni tashib bergan masalani ishlayapmiz. Zo'r. Bundan tashqari biznesimizga bog'liq shipping port management. Shu yerda o'qiyapsiz. Zo'r. Yotoqxonalar sharoitlari qanaqa? Yotoqxonada ham sharoitlar hammasi bor. Ya'ni nima masalan sharoitlari? Deylik, har bitta xonada konditsioneri bor. Undan tashqari har bitta etajda bittadan oshxona bor. Bemalol xohlagancha ovqat qilib yesa bo'laveradi. Undan tashqari ham kir yuvib, ham quritadigan mashinalargacha tayyor. Bepul Wi-Fi, masalan, asosiy sharoitlar hammasi bor. Zo'r. Kanikulga qachon chiqasiz endi? Kanikulga xudo xolasa 1-avgustda tugadi o'qishimiz. Shu bilan 2 oyda kanikul. Sizni bu yoqda nima qiynaydi? Hamma sharoitlar bor ekan, nima qiyinchiligi bor? Qiyinchilik haqida ham gaplashaylik-da. Asosan qiyinchilik shu vatan sog'inchi birinchi bo'lib. Mana hozir sog'inchda boshqa narsa yo'q deb turibdi. Shunaqa. Endi gaplashib turamiz deylar bilan ham. Uncha qiynalmaydi. Qilmadingizmi? Nasib qilsa shu bitiruvimizga kelishadi. Yo'q-a, xudo xolasa. Demak, sizlarning farzandinglar sabab bo'lib shunaqa davlatlarga, ularni bitiruv oqshomlariga, ularni ko'rishlarga kelish nasib qilsin. Umuman o'qiymikan, yo'qmikan, chet elga chiqib o'qiymikan deb turib juda ko'pchiliklar tanlov o'rtasida bo'ladi. 80% yoshlar bu fikrdan qaytib ketadi. Siz qanchalik tavsiya qila olasiz, shu chet elga chiqib o'qish kerakmi, o'zi yo'qmi?
O'qish kerak albatta, ya'ni bu narsa oilaviy holatga ham bog'liq birinchi o'rinda. Agar ota-ona o'qiysan desa, rozi bo'lsa ketish kerak. O'zini karyerasini qurish kerak. Zo'r. O'ylanmaslik kerak. Zo'r. Hamma narsa musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Qiyinchiliklarni ko'rib, Va- hayotga immunitet shakllanadi. Xuddi shunaqa. Oyatullo, siz qancha kontrakt to'laysiz? Sarf xarajatlaringizni ham ayting. Hop, xarajatlarimiz birinchi yilga 100% grantga o'qishga qabul qilinganman. Undan tashqari ikkinchi kursda bo'lsa, xalqaro studentligim sababli 25% grantim bor. Undan tashqari $4200 to'layman. Ha, hozir Ikkinchi yilga, uchinchi yilga 4200. 4200 dan to'lab ketaverasiz. Ha, shunaqa. O'zbekistondagi universitetlarning narxini solishtirganda Qisman bir xil desa ham bo'ladi. qisman bir xil. Xususiy universitetlar bilan yoki super kontraktlar bilan. Oylik xarajatlaringiz qanaqa? Oylik xarajatlarimiz endi Yotoqxona plus yeb ichish. yotoqxonamiz 1 yillik to'laganmiz. Bir yiliga necha pul? 1 yilligiga taxminan $1200 atrofida. Aha. U 1 yil pomni. Undan tashqari yeb ichishlarimiz, xarajatlarimiz shu yotoqxonada bolalar bilan sherikchilikda qilamiz. Shaxsan bo'lsa minimalni $200 yetadi. 200 plus yotoqxona bo'lsa 200-400 atrofida shunaqa. zo'r. Yaxshimi? Hammasi shunda yetadi, Hammasi zo'r, ha. O'ziga yetadi. 3 mahal ovqat qilamiz, bemalol yetadi. Yana u joylarga aylanishlar, tadbirlarga chiqish yoki shahar aylanishlar qanaqa bo'ladi? Unda ham asosan komanda bilan bo'lib chiqamiz. Mashina olinadi, u ham arzon. Benzinlar ham hammasi arzon, hotellar ham arzon. Agar dam olgani bormoqchi bo'lsak, Ko'pchiliklar shahar markazidan uzoq ekan deyishdi-da. Rostdan shahar markazidan uzoq, bir taxminan 60 kilometrcha chiqadi. 60 kilometrcha chiqadi. Lekin men e'tibor qilganim, bu universitet o'zi bitta shaharcha ekanda. Ha? Shunaqa. Bu universitet o'zida hamma narsa bor. Agar siz shahar markazida tursangiz ham, har kuni chiqavermaysizda. O'sha mashhur joylarga deylik, har kuni chiqavermaysiz-ku, to'g'rimi? Baribir o'sha bir oyda yo bir chiqasiz yoki 2 oyda bir marta chiqasiz. Lekin Xiamen universitet hududi o'zi bitta katta shahar. O'zgaradok. Hammasi yoshlar, hammasi talabalar. Yana qanaqa imkoniyatlari bor bu universitetda? Tepada sanab o'tganimizdan tashqari basketbol, voleybol, tennis, undan tashqari zamonaviy kutubxonalar, undan tashqari ham zamonaviy o'quv bor. Bugungacha public holidayligi sababli noto'g'ri vaqtda kelib qo'yganman sababli. Qo'yimanda. Bugun shu dam nasib qilsa ertaga 5-etajga chiqsalaring, yangi qurib bitkazilgan. Ya'ni 2025-yil ochildi. Bemalol kirib ko'rsalaring bo'ladi. Hamma sharoitlari bor studentlar uchun. Dam olish kuni bo'lganigami universitetda talabalar kam ekan, lekin shunda ham ko'p. Shunda ham ko'p. Bolalar qiziqib, hammasi dars qilib o'tirishdi. Hammasining oldida kitob, hammasining oldida kompyuter. Xuddi shunaqa. Omadinglarni bersin. Rahmat yana bir marta. Bu xona robotlar shunaqa narsalar yasaydigan. Xullas, bu mehnat xonasi bu. Mana o'zi ham yozilgan, adashmasam. Mehnat xona bu. Hamma yasaydiganlar laboratoriya tipi. Bugun yopiq. What is the building? This is the hotel. Aha. It's a ranking local 5-star hotel. And then this is the for the graduation ceremony. This is for graduation ceremony. The student each year 2 batches graduate. We will do the ceremony here. And then in front of you, this is a hotel for the conference, for the student parents if they come to see the. Eshitdingizmi? Agar siz farzandingizni Malayziyaga ko'rish uchun kelsangiz, mana shu mehmonxonada, Xiamen universitetining hovlisidagi mehmonxonada turib yashasangiz bo'lar ekan. Gap yo'q. Store inside. They want to replace this body. Xiamen universitetining ichidagi mehmonxonaga keldik. Xullas, bu yoqda kofe ichsa ham bo'ladi. Mana ko'rsatingmi, bu yoqda ham mana talabalar kofe ichib, dars qilib o'tirishibdi. Xiamen universiteti yil sayin rivojlanib bormoqda. QS reytingida 2025-yilda 362-o'rinda bo'lgan bo'lsa, 2026-yilda 341-o'rinda. Bu universitetdagi ta'lim sifati, ilmiy faoliyat va professor o'qituvchilar salohiyati tobora oshib borayotganligini ko'rsatadi. Yaqinda esa universitet Nature Index bo'yicha Malayziyada 1-o'rinni egalladi. Bu yerda yuqori miqdordagi scholarshiplar olish imkoniyati bor. Kuchli akademik natijalar bilan hatto 100% grant yutish mumkin. Maktab baholaringiz yaxshi bo'lsa, 1-yil
uchun 50% scholarship olishingiz mumkin. O'qish davomida esa GPA 4 dan 3 bahoda bo'lsa, keyingi yillarda 100% grant bilan o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Xiamen universitetiga qabullar yiliga 2 marta bo'ladi, ya'ni avgust intake va dekabr intake. Agar sizda IELTS darajangiz 5,5 va yoshingiz 17 dan 25 gacha bo'lsa kifoya. Universitetga o'z hujjatlaringizni topshirasiz va shu bilan viza jarayonlari boshlanadi. Vizalar uchun va universitet uchun hujjatlarni to'g'ri talab qilingandek taqdim etsangiz, viza chiqish protsenti deyarli 100% deyavering. Endi tushunyapman, nega bu universitet dunyo reytinglarida yuqori o'rinlarda bo'lsa ham, shunday ulkan kampusga ega bo'la turib bunchalik arzon va talabalarni hatto 100% tekinga o'qitadi. Demak, asoschisining g'oyasi hozirgacha yashayapti. Tankahkey boboning ulkan haykali universitet kiraverishida qo'yilgan va u har doim bir gapni qayta-qayta ta'kidlagan. Jamiyatning va mamlakatning rivojlanishida ta'lim birinchi o'rinda turadi. Agar siz ham Xiamen universitetida Malayziyada o'qishni niyat qilayotgan bo'lsangiz, hoziroq bizga murojaat qiling. Sizga ham kelishingizga yordam beramiz.